Nahotki bitta masaj bolani kelajagiga ta'sir qilsa? Bitta masaj desam, noto'g'ri qilingan masaj bolani nomaqbulligiga olib kelib qo'yishi mumkin. Bilasizmi, bu gaplarni nima uchun gapirmayman? Aynan qo'limdagi rentgen sabab bo'ldi bunga. O'zbekistonda tajribali masaj markazlari faqatgina mana emas, mendan ham juda ko'p, juda yaxshi tajribali masaj markazlari bor. To'g'ri, biz sanoqlimiz. Aynan displaziya bilan kasallangan bolalarda FK qilish mumkin holatlari bor, mumkin emas bo'lgan holatlari bor. O'shaning uchun ortoped vrachlarimiz aytishadiki, shinani yechib qolasan, shinani yechmasdan masaj qilishsin deb tayinlashsa ham, ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi endi o'rganib chiqqan masajistlar yoki hamkasblarimiz o'qimasdan turib yoki ularga noto'g'ri o'rgatilgani sababli bolalarni oyog'ini chiqishga moyligi bo'lgan bolalar oyog'ini chiqarib qo'yishyapti. Ya'ni 100% vivih, ya'ni chiqishga olib kelib kelishyapti. Va buning oqibatida bolajonlarning oyog'ida kalta uzunlik yuzaga kelyapti. Kattaroq bo'lganda jiddiy alomatlarga olib kelyapti. Operatsion holatlari ham ko'p kuzatilmoqda. Shuning uchun masaj markazi tanlayotganingizda uni tajribasi, stajlariga ham ahamiyatli bo'ling. Ha, yana bitta narsa, ko'pincha onajonlarni bizning masaj sentrimizga kelayotgan paytida bolalarning displaziyasini o'z vaqtida davolamagani uchun jiddiy alomatlarga ham olib kelmoqda. Bu yerda faqat masajistga hamkasblar emas, ba'zida onajonlarning o'zi ham beparvo bo'lishadi. Ya'ni displaziyadan so'ng yaxshilab tuzaldimi, yo'qmi deb qayta ortoped ko'rigiga borishmaydi, qayta rentgen qilishmaydi. Bahonaligi rentgen zarar. Rentgenni zarari unaqa kuchli emas. Rentgendan ham ko'proq zarar aytaymi? Displaziya kasalligini o'z vaqtida davolanmaganligi.